Babur özünü tanıştırgan vaqtida Lanjoda tug'ilgan deb tanıştırdı özünü. Şu namayışqa Babur Maqsud maydonga o'zi kelib bo'ptiki. Qar ko'zoynakini taqab Uigurer kommer att demonstrera utanför ambassaden den kommande lördagen. Bu birdamda turib qurultayning berdagi alayida vakiliga aylanib qoldi. Аңлаватқаныңла Швециядагы Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r jasuslik delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining yamchuk tashlab axborot elish nomli 6-qismi. Qutlandin аңлаватсызlar. Eski Lustona Shvetsiyadagi nupusi aron 80 mingdan oshadigan bir kichik shahar. Halbuki 2000-yillarning boshlarida bu kichik shaharda Uyg'urlarning siyosiy faoliyatlari jo'sh urib rivojlandi. Merhum sanatkor va siyosiy faoliyatchi Kurash Kusan apandi bu shaharda Shvetsiya Uyg'ur komitetini qurib chiqadi. G'arb Shamili nomli Uyg'urcha jurnal chiqardi. Uyg'urcha tor radiosi ta'sis qilib anglatish berdi. Uyg'urlarni tashviq qiladigan siyosiy, madaniy faoliyatlar va san'at konsertlari o'tkaziladi. Azoblikning tangri asmay turib 2007 yilning kuz kunlari Xitoy hukumatı Uyg'ur avtonom rayonlik naqshi usul o'migi nomida bir tashviqot atriti tashkillab Yevropaga avatdi. Uyg'ur avtonom rayonlik partkom tashviqot bo'limining Li familiyalik boshlig'i yetaklagan bu o'mak oldi bilan Shvetsiyaga yetib keldi. O'mak kelishdan burun 62 yoshli Uyg'ur jasus Stokgolmdagi Xitoy elchixonasining ko'rsatmasi bilan bu uchurni yamchuk hisobida Shvetsiya Uyg'ur komitetiga yetkazdi. Aralıqda vatandan bir san'atkorlar keldigan bir ish bo'ldi. 2007-yili 9-oyga deyman. Yana kurashgan o'lib ketib 1 yildan keyin keldi. Abdushukur Muhammad Shvetsiya Uyg'ur komitetining shu chog'dagi raisi bu haqda mundoq aslama qiladi. Bu şu san'atkorlar kelganda shu ishlarni bilgan vaqtlarda do'g'maysa bir telefon qildi menga. Dunyo Uyg'ur qurultaydi. Mashunda san'atkorlar keldiga sizlar oldiga chiqib bir ma'lum bir faoliyat qilib shularga o'zinglarning bir kuchini ko'rsatib qilsanglar deb. Men bo'ldi dedim. Agar imkon bo'lsa shu ishlarni menga bir ta'minlab bersangiz desam, bizmi shu Shvetsiyadagi bir insondan qabul qildi. Shu odam sizga bersin dedim. Men lekin odam bilmayman desam, do'g'maysa dedi. Voy, men bu ishni Boburdan olgan. Sizga shu Bobur o'zi yetkazsin deb. Shundan o Bobur menga telefon qildi. Niyat ko'rishdi deb. Unda bo'lsa bu shu men taraf keling biz sirtda bir ko'rishaylik dedim. Ma'qul deb bir yarim soatdan keldi. Kelgandan keyin shu yerda ko'rishdik. Ko'rishib menga shu san'atkorlarga munosabat usullarni berdi bir bashorat qildi. U bashoratda qog'ozda bitilgan shu vatandan kelgan san'atkorlarning ism familiyasi, pasport nomeri, andikan qaysi kuni qayerda o'yin qo'ydi, qaysi yapoq tushdi, qaysi aeroplan keldi degandek butun usullar bor endi shu qog'ozning o'zida tafsiliy. Bu adamın kimdi? Bu Şivsiye Uyg'ur komitetiga tunji navbatga yaqinlashishi nereden boshlangan desa, şu vatanimizdan bir büyük artistlar kelib Şivsiyada bir o'yin qo'ygandi. Shvetsiya Uyg'ur komitetining ayni chog'dagi g'olliq a'zolaridan Qurbonjon Mudashmo bu haqda o'zining guvohlik aslamasini berdi. Abdushukurni izlab bu adam şu vatandan shunda artistlar keldi-ki, o'yin qo'yganga, ekskursiyalarda qo'ydi ekan buni. Sizlar jamiyat bo'lishtonlar bilan shundan qarshi bir ish qilsanlar bo'ladi deb shu artistlarning tizimligidan boshlab nerede o'yin qo'ydigandan so'ng rasmiylik bir jadvallashtirib uningki jadvallarni shu Abdushukurga topshirgan. Shu artistlarning kelish kuchini daqtish orqali jamiyatga shundan boshlab yaqinlashishga boshlagan. 2007-yili o artistning keldiganligini Babur Maqsud xabar qildi bizga. Öz vaqtida Shvetsiya Uyg'ur komitetida kotiblik qilgan Abdushukur Samsoq apandimi Uyg'ur jasusning bu xabarni yamchuk qatorda ularga ta'minlaganligini tasdiqlaydi.
Babur Maqsud shuningdan uqdiq biz bo'lmasa artistning keldigan nadim dedim. Şu adam arqılıq uqdiq keyin artistlar eski ustunaga deb o'yin qo'ydigan bo'lib qoldi. Nima uchun eski ustunada o'yin qo'ydigan bo'lib qoldi? Nemishqa Stockholmda o'yin qo'ymaydigan oldida eski ustunada qo'ydigan bo'lib qoldi. Bu bir sir hozirgacha. Uyghur Abdunum rayonluq Naqshi usul ömükining Shvetsiyaga kelishi haqidagi intayin tafsili uchur ayni chaqda tashkilot mas'ullarini hayron qoldirdi va ularning 62 yoshlik bu sirliq kishiga bo'lgan dastlabki gumonini qo'zg'aydi. Çünkü ben qaytırıp sol koydum. Bu uçurlarını siz nereden aldınız? Nayettim mühim uçurlarken bu. Badette bu Xitay hükümeti bundan neslerini devlet məxfiyetli şekilde qaraydıgan. Siz qanda bulup aldığınızdan bu mening şu aklımda dağınız işleydigan bir yakınım bulduğan tungan. Şunu bana evet dedi. Eğer muşunda nesli gerek olsa ben telefon qısam yana sizge evet bir o dedi. Şahitlarning aslimlari shuni ko'rsatdiki, 2005 yilning oldi kaynidilla jasus gumondori Eskilstuna shahriga ko'p qitim berib, marhum Kurashkusan apandiga yaqinlashish va uning ishonchisini qo'lga keltirishga tirishgan. Men Shvetsiyaga kelgan vaqtda Eskilstunada o'tkazilgan Musa Kurashkusan apandi rahmatning o'tkazgan naqsha konserti, 3 dunyo ellerida o'tkazilgan Uyg'urlarni tanishtirish faoliyatlarida bu odam aktiv holatda mesela qo'li apchil tomoqqa mahir bo'lganligi uchun Uyg'ur tomoqlarini bu keltirib kelib Kurashkusan apandimning nomini Jasus gumondori ayni chaqda Naqshi usul o'migi nomidagi Xitoy tashviqot atritining Shvetsiyadagi faoliyat uchurini nima g'araz bilan Uyg'ur tashkilotiga yetkazgan. Xinjiang Naqshi usul o'migi nima uchun tunji maydon konsertini Shvetsiya poytaxti Stockholmda emas, balki kichik shahar bo'lgan Eskilstunada qo'ydi. Çünkü bu Eskilstuna küçük 80 bin nüfusu bir şehir olsa, bu yerde Kurashkusan yaşayan hem Şiitsi Uyghur Komitini şu yerde kurgan. Onundan başka Kurashkusan'ın Eskilstuna şehirdeki tesiri nayeti zordu. Abdushukur Muhammad apandi oradan 8 yil o'tgan bugungi kunda o'z aslimisi bilan bu savolga mundaq javob berdi. Sanatkarlarning mushakilisi amaliyotda mushu usullarni bilgan odamlarning vasitasi bilan yetkazilgan bo'lishi mumkin. Shu mushadamning ta'sirini mushan tozalashimiz kerak deb. Bo'lmasa bu Shvetsiyadan cho'ng shaharlar bor. Masalan, Malmö, Göteborg, ham Stockholm degandek. Aşı yerlarni hech qasda o'yin qo'ymay, faqat kichik bir shaharga kirib, shaharning satrxonasida o'yin qo'yish menimcha maqsadsiz bo'lgan bo'lishi notayin. Shvetsiya Davlat xavfsizlik idorasining 62 yoshlik Uyg'ur jasusning delosi haqida hozirgacha oshkor qilgan uchurlari, shundaqla Stockholm shaharlik sud mahkamasining bu vaqtdagi sud xotirasi mundaq bir nuqtani jamoatchilikka eskartidi. 2007 yilning yoz mezgilida Eskilstuna shahrida o'ynalgan sirliq teatrlar amaliyotda 62 yoshlik Uyg'ur jasusning Shvetsiyada elib borgan shpiyonlik harakatidagi eng chong savol belgilarining biri. Washingtondan so'zlayapmiz. Programmani Qutlan tayyorladi.